Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Sizlarga bugun men Koson ijodkorlari kitobi haqida ma'lumot bermoqchiman. Risolada Qashqadaryo viloyati Koson tumani Koson gazetasi tarixi, unda faoliyat yuritgan ijodkorlar, muharrirlar, jurnalistlar haqida ma'lumot berish bilan bir qatorda nashrning tarixiy evrishlari davridagi sharafli ishlari, inqirozli va muzaffar onlardan hikoya qilinadi. Ushbu kitob Koson gazetasining 80 yilligiga bag'ishlanadi. Bugungi o'zbek adabiyotining faxriga aylangan O'zbekiston qahramoni, xalq shoiri Abdulla Oripov, xalq shoiri Jumaniyoz Jabborovdek tumanimizdan yetishib chiqqan ulug' ijodkorlar bilan haqli ravishda g'ururlanamiz. Ayni chog'da tahririyat qoshida Abdulla Oripov nomidagi tuman axborot kutubxona markazi hamkorligida Abdulla Oripov izdoshlari adabiy badiiy to'garagi faoliyat ko'rsatganligi va bu yerda tumanimizning badiiy ijod hamda jurnalistikaga qiziqqan yoshlari o'z mahoratlarini o'stirayotganligi, adabiyot sohasida ko'plab iqtidorli yoshlarimiz mamlakatning nufuzli oliy o'quv dargohlariga tahsil olayotganini, ayniqsa yosh kitobxon maktab, kitobxon oila, kitobxon mahalla, zakovat o'yinlarini tashkil etishda tashabbuskor bo'layotganligi, bu borada tumanimizning taniqli ijodkor ustozlaridan Yusuf Siddiqov, Orif Omonov, Elmurod Rayhonov, Zikrullo Shermatov, Sanjar Jumayev, Gulbahor G'iyosova, Rohila Halimova, Maryam Mamayusupova, Xurshida Berdiyorova kabi ijod ahli bugungi yoshlarimizning tarbiyaviy ta'siri katta bo'lmoqda. Gazetaning o'tmishidan bir shingil. Hozirgi kunda Koson gazetasining tuman madaniyatining oynasi hisoblanadi. Gazetaning tarixiga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, u bundan 94 yil muqaddam tumanda xabarnoma sifatida chop etila boshlagan. O'sha paytlarda tuman hududi juda katta bo'lgan. Hozirgi Kasbi, Mirishkor, Mubarak tumanlari, Chiroqchi tumanining Ko'kdala qismi Koson tumaniga qarashli bo'lgan. Maydoni asosan dasht cho'llardan iboratligi bois aholi chorvachilik bilan shug'ullangan. Shuning uchun tuman gazetasi ham sotsializm chorvachiligi deb nomda nashr qilingan 1932-yilda. 1961-62 yillarda kommunizm bayrog'i nomi bilan Qarshi, Beshkin va Koson rayonlar aro gazetasiga aylantirgan. 1963-yilda gazeta Sharq yulduzi deb nom oldi. 1998-yil O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi mamlakatdagi matbuot nashrlari nomini tartibga solish yuzasidan qaror chiqib, unga ko'ra tuman Sharq yulduzi gazetasiga o'zgartirildi. Keyinchalik gazeta Umid yulduzi nomi bilan chiqa boshladi. Gazeta ayrim mushtariylar e'tirozlari va mushtariylarning muhokamasiga taylandi. 3 oylik bahs-munozaradan so'ng ko'pchilikning taklifi bilan 2007-yilning 5-dekabridan e'tiboran Koson nomi bilan chiqa boshladi. Gazeta oddiy so'zdek tuyuladi, lekin bu so'z zamirida ma'naviy axloqiy muhitga ta'sir etuvchi qudratli kuch yotibdi. Biz uchun qadrli bo'lgan Koson gazetasi bugun 94 yoshda. Shu o'tgan davrda mazkur gazetaning tumanimiz aholisining ma'naviy ma'rifiy saviyasini yuksaltirishda, yoshlarning axloqiy tarbiyasida, ularning bilim olishi, ma'rifatga bo'lgan qiziqishini o'stirish, tafakkuri, dunyoqarashini boyitish, xullas komil insonlar etib tarbiyalashdagi xizmati beqiyosdir. Turli yillarda tuman gazetasidan faoliyat yuritgan muharrirlar Sotsializm chorvachiligi gazetasiga 1932-yildan 1935-yillar Jo'raqul Umarov, 1936-yildan 44-yilga Norqul Mardonov, 1944-yil 1958-yillar
Rizvon Rahmonov 1959-yil 1965-yillar Orziqul Murodullayev 1961-62-yillarda Kommunizm bayrog'i nomi bilan Qarshida Beshken va Koson rayonlararo gazetasiga aylantirildi. Sharq yulduzi gazetasi 1962-yil 1962-67-yillarda Orol Mo'minov 1967-73-yillarda Toshtemir Nazarov 1973-1995-yillarda Nurqul Muhammedov 1995-yil 2007-yillarda Shokir Ahmatov. Umid yulduzi gazetasi 1998-yil Koson gazetasi 2007-yil 5-dekabr 2007-yildan e'tiboran Orif Omonov faoliyat yuritib kelmoqda. Koson ijodkorlari deb nom olgan ushbu risolada gazetada turli yillarda faoliyat ko'rsatgan ijodkor jurnalistlar faoliyati haqida ma'lumot berilgan. Xulosa shuki, sevimli Koson gazetasini hamma o'qiydi. Unda chop etilgan maqolalar kishilar tomonidan muhokama etiladi. Tuman ijtimoiy hayotida qudratli ta'sir kuchiga ega bo'ladi. Koson gazetasining faqatgina axborot va maqolalar chop etish bilangina chegaralanib qolmay, tumanimizdagi yosh ijodkorlarni tarbiyalashda bevosita qatnashayotgan yanada ahamiyatlidir.